Diqqat qiling, aholiga tezkor xabar. O'zgidromet markazi 6-dan 9-martgacha ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol-sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 6, 7 va 8-martda 0,5 darajalik, 9-martda 3 daraja sovuq, 2 darajalik. Kunduzi 6-martda 9-14 darajalik, 7-martda 11-16 darajalik, 8 va 9-martda 5-10 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 6-dan 8-martgacha yog'ingarchilik kutilmaydi. 9-martda ayrim joylarda yomg'ir yog'adi. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 6-martda 0,5 darajalik, 7-dan 9-martgacha 2-7 darajalik, kunduzi 6-martda 10-15 darajalik bo'ladi. 7-dan 9-martgacha 15-20 daraja iliqqacha ko'tariladi. Navoiy viloyati shimolida kechasi 6-dan 8-martgacha 0,5 darajalik, 9-martda 3 daraja sovuq, 2 darajalik, kunduzi 6-martda 9-14 darajalik, 7-martda 11-16 darajalik bo'ladi. 8 va 9-martda 5-10 daraja iliqqacha pasayadi. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 6-7-martda kechasi va ertalab ayrim joylarda yomg'ir yog'adi. 8-9-martda yog'ingarchilik kutilmaydi. 6-martda kuchli tuman tushadi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 6 va 7-martda 3-8 darajalik, 8-9-martda 5-10 darajalik, kunduzi 6-martda 10-15 darajalik, 7-dan 9-martgacha esa 15-20 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 7-martda kechasi va ertalab ayrim joylarda yomg'ir yog'adi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 6 va 8-martda 5-10 darajalik, 9-martda 7-12 darajalik bo'ladi. Kunduzi 6-martda 15-20 darajalik bo'ladi. 7-dan 9-martgacha esa 20-25 daraja iliqqacha ko'tariladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 6 va 7-martda kechasi va ertalab ayrim joylarda yomg'ir yog'adi. 8-9-martda yog'ingarchilik kutilmaydi. 6-martda kuchli tuman tushadi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 3-8 darajalik, kunduzi 6-martda 8-13 darajalik, 7-dan 9-martgacha esa 15-20 daraja iliq bo'ladi. O'zingizni asrang, xayr, salomat bo'ling.